bo'lgan naylovbov tort qilishni o'rgatib qo'yma. Tuxum eqi 10 dona, ika 270 gram, suv 135 gram, sumay 70 gram, shika 34 gram, podafin 10 gram, tort uni 170 gram, qum sirqi 10 dona. Do'stlar, endi quruq dadenjerimizga tuxumning eqini, shikani silib, oppoq oqog'icha ko'ptirib olamiz. Bu oqirib ko'pkicha quruq desimizga suvni, shikani, sumayni aralashtiramiz. Shakar erib bo'lgandan keyin unning ustiga podafini silib, uni abayqi aralashtirib olamiz. Bu aralashib bo'lgandan keyin abayqi tuxumninki serqini tükep davomli aralashtiramiz. Tuxum serqini tükashdan burun chuqum shakari ravurs ergan bo'lish kerak. Endi mana dadanjerimizdagi tuxumning eqi bilan shikami aralashib ko'pab bo'ldi. Mushqalat kelgandan keyin dastika aralashmamizga buni tükep ravurs aralashtirib olamiz. Aqidiliq disk tükep tekshi yetib olamiz. Ko'shangni silib pişirib olamiz. Ko'shangning gradusi asti gradus 180, üsti gradus 180 bo'ldi. Turtimiz pishib bo'lgandan keyin mushqalatda kesib olamiz. Oldin tayyorlab olgan qaymog'imizni mushqalatda hamma yerga tekshi yetib olamiz. Ondan mushunga o'xshash nayfinga besib olamiz. Mana do'stlar, naylovbov tortumizmi tayyor bo'ldi. O'rganib oldinglarmi? O'rganib olgan bo'lsanglar, cho'qim oilada